Assalamu alaikum, hürmetli Uyghur TV görülmenlerimiz. Biz Uyghur milletinin beşiden hazırlık geçe nurgun musibetle, külpetle ve bastırışlar kep ötdi. Bunların arasında 5. iyul Ürümçi katliamı yer aldı. Mene hazır bu Ürümçi katliamının 10 yıllığı şahit bulup durupdunuz. Mene muş münasebet bilen Ürümçi katliamının canlıq şahidi bolgan Ahmet Usqaxun, yani Ahmet Sakal akımız bilen bir arga cem bolduk. Şu Ürümçi katliamının tepsili ahvalini şahidimizin ağızdan, öz ağızdan anlayılıb. Qanday ahvalınız Ahmet Çaka? Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Hem de şu katlama 7. ayındaki Ürümçi katliamı 10 yıl oldu buna. Hem de naq meydanda şu vakitte biz şu Ürümçi'de tutuq. Hem özüm Ürümçi'de ticaret kılatkan. Şu 7. ayının 4. günü hem kelsek 7. ayının 4. günü ben Nensen'e çıketken. Nensen'e çıkıp 7. ayının 5. günü 11:20 boğa vaxtıda Nensen'den qaytıp geldim. Nensen'den qaytıp gelip küçük kızımni maytaq yoluq sürütüp Abdüzdasada, dükkanım Abdüzdasada, birinci qavatda. Abdüzdasada oturup dükkanda otursam, bana telefon kelip kaldı. Telefon kelip bir şeyh damollan batı yekellik. Näsile dedi, ben dükkanda desem, xalq meydanına kelmеңlar, bugün azraq bir to'qinishli bor o'xshaydi dedi. Nima bo'pti desem, Guangdongdagi voqeada musulmonlarni shu yerda naq o'ltirib o'tganligi uchun o'quvchi bolalar xalqlar o'zlari norozilikni bildirmoqchi ekan. Degandan keyin bu bormanglar degan yerga men aniq bek borg'im kelgan bir mijozim bo'lgandan keyin bordim bu yerga. Berib shu Gonchon qalsam, Gonchonning shu xalq maydoni deb qo'yamiz. Xalq maydonidagi o'tirida butun qurolliq saqchilar. Ama bir chat yan tarafdan kelayotgan Uyg'urlar faqat tijlikni so'radi-da. Xalqlarni. Uyg'urlar xalqlarimiz faqat tijlikni. O asosan namiz o'quvchi bolalar ekanda u. Tijlikni so'rayotdi. Yani Guangdong voqeada işte naqshlik bo'libdi, işte musulmonlar o'ltiribdi. Buni sizlar nimishqa bunu aniqlamaysizlar. Nimishqa shuni Uyg'urlar işte o'ltirib ko'mib qo'yamsizlar buningga. Buning igi chiqmamsizlar deb shu maydon so'zlab shu gapni davotida boshqa gap yo'q u yerda. Degandan bu shu maydonda Xitoylik qanday qildi deganda naq maydonda bularga qurol o'qatdi. O balının qo'lida tümeyinin sonuqi yo'q Uyg'ur balınınki. Hech qanday narsa yo'q, faqat tijlik bilan qilayotgan namoyishi bu. Tijlik bilan qilayotgan namoyishda bular qanday qildi deganda o'qatdi bularga. O'quvchilarga ras o'qatdi. Boshda otqini ko'zini yashaqtirish bo'lmasa, keyin o'qatdi. Otqandan keyin o'q etishi bilan bolalar kayniga chekindi. O yerda saqchilar hadidan ziyol chiqib ketib, bularni haydadi u yerdan-chu. Hadidan chiqib ketdi saqchilar. Chiqib ular u bolalarni hammani haydadi. 1 soatdek turdik. Qanday qildi deganda shu yashaqtirish bombasini chiqib o'tgandan keyin bolalarning ko'pincha oqimiz chekinib ketdik. Men shu vaqtda lekin to'xtab turib bu yerda hech qanday nima bo'lmay o'xshaydi. Oqimni chekindim. Chekinib shu Abduzassaga bordim, berib o'zimning do'konga kirib birdan kitob o'qib o'tirdim. Shu jarayonda 2 soat o'tib ketibdi vaqt. 2 soat vaqt o'tib shuni Ahmetchi kirib asrni o'qidim. Asrni o'qib do'kon kirib o'tirishimga pastdan past deganim shu Rabiya Dasaning pastga do'stlikni ochaydim. Bolalarniki hech qanday qo'lda narsa yo'q, Uyg'ur bolalarniki. Yo'lni o'tirdim emas. Yo'l ikki chetda yo'l adam ma'nigan yo'lda o'tirg'im chiqimda lekin ikki chetda adam ma'nigan yo'lda tijlik bilan namoyish qilib kelyapti. Qo'lida hech qanday to'menin so'nuqi yo'q. Yat kaltak yo'q. Hech qanday narsa yo'q. Shunda kelayotgan bolalarni naq Rabiya Dasadni o'tgandan keyin bular yo'lni o'tirib tushdi. Yo'lni o'tirib tushgan taqdirdami yana bu yo'lning o'tirida bir tumilyapti, rishat kelyapti. Rishatkiniki sol tarafida 61-yo'lni olib kelayotgan mayaqda yana bolalar bir yoqdalar, yo'lning bir yoqdan kelyapsa
Naq Ahmet'ni ötep Odulda ixlasını qışıkay vaqtida tojingniki harbiylar biraqla keliblar. Yaş balaga o'qit chiqib başladı. Bu yosh bolalarning og'zida shu qandoq shuarlayapti bu vaqtda? Bizga tijlik kerak. Tijlik. Tekbirdek Ya tekbir yok. Tekbir yok. Tijlik bilan shuar to'lab kelyapti-da. 26-iyun 26 shogan vaqasiga tekbir Allohu ekber degan gaplar yo'q u yerda. Tijlik bilan kelayotgan bolalar bor. Hammasi o'quvchi bolalar sajatni qiz o'g'il aralash kelayotgan. Kelayotgan shu tijlik bilan qo'ldi tüminin sunuq yo'q kelayotgan vaqtida bunu qanday qilganda naq maydonda men Memo ablaning dasadan chiqiblar Ahmetchni oldiga keldim. Kelib turishim bilan bular hamda har qanday bir alg'anlantirish berishdi, osmonga yetish bo'ldi. Osmonga yetish u yoqda tursin naq qo'lsaqqa, yurakka yetish başladı. Mana bunun Uyg'urlarni bunda atqandan keyin, adam qatorida ko'may itib etgandan keyin hamda hammadanmi to'shqanmi bir qitim urgan, ikki qitim ursiz, 10 qitimki to'shqanmi ochiq yo'q ishlaydi. Itib olgandan keyin shuning bilan biz qanday qildik? Turamadi qo'yadi. Bizmi turamay shu yerdagi haruda hamda mevchi sotilgan harularni o'rib, shu haruga meyitlarni tapadık. Zahme, meyitlerini, itib atqalarını hemmeni edip işkinci doktoruna apadık. İşkinci doktoruna apasak doktorlar ağır onu mu de bulanı? Uygurken anmayımız dedi. Ma zahmlık naq itib etdi desek mi biz anmayımız dedi ola. Şunu olan bulan itib etkendiği biz mi uyadaki ballar mı? Ayarlarma çizdirmeyin ağaçlıkya. Olanma şu kışıdaki taşlarını içip sakçılarla kaytırış için, ok atması için kaytırış taş attı bulağa. Hatta o yerde itib etken ballarının ki asacatın sağını yok. Kollarım diye bütün kan meninki. Kötürevattımız, ağrığı bisivattımız, doktorhan apırvattımız, anmayımız deydi, yalurvattımız. Aşına kılıp bu vakı 2 saat davamlı şirketti. 2 saat davamlaştı bu vakı. Ta ki 8 gün davamlaştı. 8 gün davamlaştı bu vakı. Davamlaşkan keyin ayalım çıkıp biz qaytaylı degan keyin ma'qul deb aytayotgan balaning soni yo'q-da uniki. Biz qaytaylı dedi ma'qul deb mashinani chiqarmaymiz. Bütün hamma qon. Istitek qon. Mashinani aydemedim, mashinam shu Abduldasan oldi qoldi. Şu Ahmetchni keyindagi ko'chadan arlab chiqib olsak, arlab minib yerda yetayotgan Uyg'urlarni qilajakka. Yetib etgan. Doktorxona keyindan nima yo'l deymiz unaqa. Shu yo'lni pasrabdan butunlay qurolliq qaytib keldi. Qurolliq saqchilar. A yoqdan xonliqqa 3-sancho deb qo'yamiz, 3-ko'rik tarafdan. U yoqdan butunlay yosh bola u yoqdan qaytib kelyaptilar. Qashni tijlik kerak deb hech qanday qo'llanasi yo'q. Qiz o'g'il hech qanday narsa yo'q. Ammo ularni shu naq maydonda ko'rikning tegi kelgan vaqtida ularni harbiylar nereden keldi, birdamlik gap bo'libdi. U yerda shu itib Asacettin 8'in 50 o'tgan uyga beribman. Itibotga adamning soni yo'q. Bo'lgan voqelikmi shu hozirgacha. Ammo shu kun kechicha qattiq uxlamadik biz. Kechich uxlamadikda, at deganda 4 yerimda namozni o'qiplab Abduldasan'ı aldığım piyadım aldık, hiç kananesi yok, taksimi yok. Piyadı basam, Abduldasan'ın aldığındaki Rabia Dasan'ın aldığı bütünlüğü kan. Kan. Şu kanını su çeşiş maşinesi tazalatıptı. Kanını tazalatıptı. Şu onun iki maşinini eydip nimge çıkettim. Saymaçan'a çıkettim. Saymaçan'ın baldırım battı. Saymaçan'a çıksam öyge kirip şu 5. sınıfta keşte öyge kirip hem er ayıl demepti. Urvetke adamın sahne yok dedi. Öldürvetke adamın sahne yok dedi. 6. sınıfta ben maşının öyünü aldık. Teşkür kırgızdı. Kırgızgen bilen öyünü aldık. Kırdım. Talak çıkım desem çıkım koymadı beni. Çıkmaysa
Bugünden başlarıp mayaga Saymacağ'dan talak çıkışga icazeti yok deb. Bütün korşup aldı Saymacağ'ını. Çıkışga icazeti yok dedi. Boptu da 5-ci qavat bolğan gün öyünün tüpünü qarap tutsaq, aş pəsdən. Deyişli bir xəbər verdi. Van Lochen degan neciz Xitay, bu neciz Xitay. Bir yığız gəl qıldı ayada. Düşəngen adam düşündü onun gepini. Deyişli xəbər vergen nima degende? Sizlar Uyg'urlar shunchalik oz deydi. Az. Sizlar bu to'qlanishni ko'tardinglar. Ammo sizlarning %90% Xitoylar bor. Sizlarni bostirib olsak birdamlar bostirib o'tamiz degan gapni chiqadi. Bu 6-sizlar attigan chiqargan gap bu. Buning maqsadi aks qanday qildi? Maqsad Xitoylar qarab turibsizlar, endi chiqmamsizlar deb 6-sizlar tushdan kundan boshlab Dentey endi açık xabarlarni ko'zingni buldi. Dentey, Xijasen, Ciddi, Yopurga, Saymacağ, yana ma Xunchang Archu degan davan tarafda bütün Uyg'urlarning nimasini Xitoylar bostirib kelib, endi qog'ini Alloh o'zi ko'rib tursin. Chaqmagan oshxona Uyg'urlarniki. Yolda kögen hatta bir hamile ayaldan tatip aş körüktün çörüet geldi bala. Hamile ayaldan tatip. Uygurlu olsan ölte dedi. Xitay aşın özünün sözünün var, maşından var, maşında maşında köysünüzüm çıkdı. Maşında köysünüzüm dedi o. O mıhanzuru yedin ya şunu dedi. Maşından çıkıp durdu. Biz çokum galibi kılımız çokum bu Uygurlarını birini koymak kırıtımız dedi bana. Bu Xitay'ın gibi maşa. Azıcık içi var bunun da haberi. Nima deganda bularning maqsadi Uyg'urlarni qirib yo'qotish. Kichikgina bir ishni azroq bir to'polonni chiqarib qo'yib Uyg'urlarni butun qirib o'tish bularning maqsadi. 6-sizlar tushdan keyin taloq hechagi chiqizmadi bizni. Hechagi chiqizmadi Saymacağ tuduq. Birdamki xabar keldi, uyning fakturasi, uyning igisi hamma ona to'qmoq kaltak turinglar Xitoylar bosirib keldi deb. Hammasi shu uyning ichida kaltak bilan turyapmiz. Taloq chiqarmaymiz. Jotoning sipini tutib turyapmiz. Taloq chiqarmaymiz. 5-chi qarsak, butun pastda Xitoylar qurolliq tumi kaltak bilan kelyapti. Afsusnalik ish nima deganda, ikki chetda harbiylar qo'g'dab kelyapti. Ma ikki chetda harbiy bo'lmagan bo'lsa, yana u desak mayli, ikki chetda o'zining askarlari qo'g'dab kelyapti ularni. Buni urvatida harbiylar kari bo'lmayapti. Nima deganda bu qirg'inchilik fojialik bizga kelgan. Cho'ng bir fojialik bo'ldi. 5-sizlar kechdan bo'lsin, 6-sizlar kechdan tatib, butun uyga bostirib kirib, bularning kiyinayotgan kiyimlarining hammasi o'xshash. Kaltga o'xshash, oyga o'xshash. Hammasi harbiy. Men uni boshqa deb siz demisiz, men bek siz olaman-chu. Chunki o'zim mushlar bilan birga cho'ng bo'lganligini qarmaydi. Bu nejiz Xitoylardan bilmayman-chu. Hammasi o'xshash bularning kiyinayotgani. Chunki harbiylarimiz. Hammasi o'xshashni bilan urib, ayol demay uy bosib kirib 40 dan 50 gini kirib son yo'q. Yosh balla bo'lsa urib bog'lab kusar bilan bosh kiyimni hammani sog'izib kusar bilan eshitib qolgan. Qiyirli bo'lsa urib palash-halat yetkazib qo'ygan. Shu holatda. Shunda qiynayapti. Qiyirlarni qo'ymay urib. Yo'q, cho'ng yoshlarni urib akit bordi. Ama qiyirlarning hammani qanday qildi yo'qdi-da? Hammani urib bütün bedellerini kökürtürdü. Hatta hoşnamını uy kirsem 70 yaş kirgen bir dadimizniki çapanını sağantı bütün bedeni köp. Ve sizin müşte vurup etmezsek anımız onu bu müşte urup tokmakla vurup tuttu. Qiyirip koygan anımız dedi. Uygur digerlik üçünla müşte vurup bardı. 6-sizlar keşf oldu. Bizning içeri çıqqızımızda keşf yani okunun avazları var. Ton okunun avazları çıkıvatıdı. 7-sizlar ettigende maşını eydep çıksam aran ruhsatla qarmaylıq deb görüp ruhsat berdi. Xijasenga chiqirishimga Xijasenning miyaqni muxbirlar, saqchilar hammasi egallab olibdi. Chunki Xijasenning miyaq o'tirayotganidan azatdan Xitoydan o'ylarjaq. Ijara o'tagan Uyg'ur bo'lgan ekan, bu nejiz Xitoylar hamman tutib, ma'lumotchi Uyg'ur va ma'lumot qil deb tutib beryapti. Miyaqdan Xitoylar uryapti. Miyaqdan uryapti.
Ben qarab tursam, bu uçağın saqınıb bolğan eken. Benim Peugeot'um, maşının Peugeot'u qarmayını jiyip olğanlıqçı. Nälik sen dedi. Kılmayı desem. Gel bu dedi. Ket bu yedin. Tuma bu yedi. Ölgün geldi ma dedi mene. Qara yakqı maşına edip kettim. Azraqla köydüm, kettim. 9 mu der yerim. 9 mu dedi. 7 sıra boldu, 8 sıra Seymatçanda bütün muhbirlar geldi. Ayallarning hammasi keldi. Yig'ilishib ketdi u yerda. Erlerimiz hech qanday, hatto 6 sıra kelgan erler pishib ketgan, hech qanday chiqarlashmagan. Ayallarning hammasi shunday chiroyli yaqilib yig'ilishib, bizimcha naqshlik bo'ldi. Bularning naqshlik. Mushninga qarta bir nim qilinglar, adil bir sotlanib qiling desa, ular qanday qildi? Shu ayollardan tortib Mayaq Tojan'ınki keyinde. Keyin tarafta Seymaçan bulatqaş. Keyin tarafta Tojan'ın var. Aldı tarafta harbiyinin tankını edip, ak tanklarını edip gelip Nəq meydanda ayallarını diye vurup gitti. Bulatqan vaqalik ayallarını vurup gitti bular. Hatta hiç qana nəs qınmıgan ayallarını gelip vurup bağlap, yaş ballarını, bazen ballarını bağlap, kollarını bağlap durup, aqıqa mıjında bağlap durup maşinasıga, Jivika maşinasıga besip ketdi. Hech qanday qilamadik. Mana 8 yil muxbirlarga so'zildim. 那个女人全是她老公是监狱里面的，现在还没放出来，还有7岁、8岁、10岁的小孩，全这样去了。中国没那样的法律，法律是小啊跟前，房子跟前有了，现在的法律是啥法律？外面有，里面法律。Det verkar som att det här kommer att bli allt mer. Bütün boğan vaqalikni so'zildim. 9 sıra. Men ketdi. Ürümçide sözlüğünüz muhbirlar. Muhbirlarga bir boğan ishlarni hammani so'zildim. So'zildim. Hammani ko'rayotgan naq meydan bularni o'ltirayotgan, qijnayotgan ishlarni hammani so'zlab bersam, sen davlatni parchalashga urilgan deb Devletni parçalashga urilgan deblar, meni 9 yil apiriblar, sulib etdi. Meni sulug'aya nima desangiz, ma buda chiqqan nimninki Chinsayning bir turmush bor, ko'ni bir turma. Bu nim tarafda bu turma. Mava. Niyazgoninki tepida bir Chinsayning bir turmush bor. Shu yerga apirib bizni sulib etdi. Ama o turuma kırsınız, o turmanınki tigi, lay, tüp su. Lekin mağanmaysız, mandamansız. Bir gün, 2 gün uyada ülep ketken ballarına sağını yok. Lay su diyat kızdı bizi. 2 gün yattım. 3. güne minaş nimga apırıp etti. Yupuruk ken soğa. Hem asaçetin hem de kağan ketini hemen değişkim adamın kalbi içidi. Bu aşınçılık rahimsizken bo'ladi. Maqsad nima deganda Uyg'urlarni butunlay tigidin yo'qotishga bo'ladi maqsad. 2009 vaqa. Mana tigimizni yo'qotishga bo'ladi maqsad. Doktor bu şu katliamdan keyingi vaziyatlar qanday bo'ldi, nimalar o'zgarish bo'ldi? Shu to'g'rida. Shuni aytsangiz. Keyingi vaqalar qanday bo'ldi yaxshida men turumda 2009 aprel sulib etdi. Turumni yatdim, shuni yatdim. Yo'piq kansor yatdim, yo'piq kansordan keyin yatgan vaqtimda nurg'un bu qiynashlarni ko'rgan, bu qiynashlarni qiynayotgan bolalarni asochatdan ko'rgan Urumchi, hamda inson emasmi? Urumchi yerlik soqchilar, Urumchi cho'ng bo'lgan soqchi, yerlik soqchi bolalar bu urushga, bu qilishga ko'rib qalbi yetishib, naqshlik bekatini ziyoli o'g'an ishlarni ko'rib bular. Hatto bu ishni bular iniqlamay bu ishni chiketgan bolalar, bu naqshlik chidamay. O'z o'zimning tunish bolalarim bor, chiketgan bolalar bor. Hatto bu ish qanday qilganda Qashqardan, Xotandan, Janubning soqchilarini kelib bu ish qildi. Sağa vaqtida bir xozda siyosiydin bir xozda 10dan 10 hatta siyosiydin bir xoz bir adam yetdi. Siyosiy deganda VNF deydi-ku bular.
bir hozib bir adam yatdi, bir uyda bir adam yatdi. Ama o vaqtda adamning jiqlig'idan ishib ketganligi uchun bir uyda 10 necha siyosiy yetib ketdik. Hatta bularniki shu janubdan kelib qijnashlari. Bu bolalarniki o'ylab qo'yish 2009 voqea bu. Qiynashlari bularniki men qilmadim, degizmay qildim desanglar bo'ldi, qo'yib birimiz deb. Hatta cho'ng avrat tarafga tiqilmagan no'g'ishni qilmay qolibdi. Shunchalik qiynashlari. İnsan qalbidan chiqayotgan qiynashlar 2009 qiynashlardan shu bolalar shu 18 yosh bol kirib o'tiramidi o'rindiq, supuda o'tiramay o'tirasak o'tiramdi. Xo'jang deb qo'yamiz. 19 bolaning guruh boshliq bo'lsa turmada. Bir o'yiniki. Xo'jangda o'tirsa o'tiramdi bola. Yig'lab ketdilar bola. Shuna nima bo'ldi fikam men deb desam, mishtamishdan no'g'ishlamishdan qilib aka 18 yosh qiynash uchun mishta qilib dedi. Turamadık biz. Şuna Xitayga dedim ben. Sen manım işlemişler ahval oldu. Sen manını bu unda qılma. Ma itibarını yetsek, ha bo'ldi bir itibar deylik bola. Nima o degende şu qildim. Faqatla mandım desanglar bo'ldi deblar. Eliq bolalarning muddasiz 15 yil kesilib ketdi. Hozir shu guvantiyan oya bu yerda hammasi nima degende shu jannatga kelgan o'sib ketdi. Shu qiynashda nima degende bularning razilligi Rezil Xitayning rezilligi chiqib turdi bu yerda-chi. Rezil Xitayning maqsadi nima deganda bu Xitoy bizni tüp-tüz yo'qotish. Shu 2009dan tortib tüp-tüz yo'qotish bizni. Maqsad nima deganda Turkistonning boyligini bular qanday qilish, egallab olish. Taki hozirgi maqsadimiz shu bizni egallash. Boshqa maqsad yo'q bularniki. Çinse'nin turmusiga o çoğun bir tağı var. Çinse turmusi de bir tomba, o Nenzigo'nun töpüde bir turma. O buruk Gomindanlık ki Çinse'nin vaxtı turma var. O turmanın ki içi bek çoğun turma var. O yerde adam patmayı da oylap bakın. Şu turmuğa adam patmay, yupuruk kensoda ki, ben yatkan yupuruk kensoda bir öyde siyasetin ondunu yatıp kettik demekçi. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 xoz var. Bir xozda 19'un öy var demekçi. Aş xozda 10'dun adam yetip ketdi. Hesap yapma 5 xozda 10'dun bolsa 500 adam degen gap. Bir turmu bir kenso turma emas. Kensonun onda 500 adam bolsa siz hesap yapma Ürümçide qancha kenso var. Ürümçide qancha kenso var. Benim bildiğim 4 kenso var Ürümçide. Onundan artıqını tıqib balalar men bilib ketmeyim. 4'ünü bilmeyim. Men 3'te yetip baktım. Ürümçide qancha kenso var. Hatta men Ürümçide tutuldum. Ürümçideyken o turmadayken o meni aketib qarmay qapirib meni so'roq qilganlar Uyg'urlar emas. Meni so'roq qilgan Xitoylar. Qo'limni munda bog'ladi. Kuyshadi de tizlanmayman sen putumni tepib turib, putumga jo'li o'zini toqab, yerga tizlandirib o'tirdi, yivika mashinada. O'tirib 4,5 soat o'tirib qarmay qoldi meni. Tizlanib juma. Tizlanib o'tirib 4,5 soat mashina qarmay qoldim. Qarmayni guvantinni bir kesh yetdim. Karoti var, tümi karoti. Tümi karotida, bunda karot bo'lsa, karotni bunda tümi karot, jiqin bo'lgan karot qo'y, tümi karot. Tümi karotni bunda qilib, pulamni bunda tortib, tümi karot bunda qilib, ma tümini miyaga niqab meni. Bir kesh 20 soat deymiz uni. Yat sumutda jin sagan binatdi bu. Sumut o'tag'izdi. Atsi 9 vaqtida hammamiz ko'rib qilib shu buni o bir narsalar pishirildi, qulamga ko'zini soldi, bishimga qarqalatni kiygizdi. Odulla meni ne gapadi? Kenso gapirdi o'xshaydi deb qo'shilib ketibman. Ham Kenso gapasi bir rahat chiqaman deb o'tasam, Kenso'ningki kaynidagi bir yerasti turmusi gapirib aytdi bular. Qarmaydim baka bu turma. Butun vujinglarni qilgan turma ekan. Adam urdigan turma ekan bu. Ölügünün çıkan yo'qtirgan turma ekanda aşağı qapadi. Ko'zimning yapgan qar qaldalatning ishini süz g'uga ko'rinaman-chu, bilaman-da o'zim qarmaydi cho'ng bo'lganda ekan. Shunga oyak apirib, shu ishirib ketdi, putum jo'lada ishtirib yarasiq ichiriblar. 2
ikki turbi bor ekan, turbi. Ikki turbiniki birisi pakaroq odamga, birisi egizroq odamga, mendek odamga egizroq qildi ekan. Ikki qulamga ikki ko'zni isibla, putimni mashina holatda, mashina turish holatda isib qo'ydi. U kirdi. Qarqaltekin birisi zemde. Vangla vurdu. İştahını sağızı tutan. İştahını sağızı tutan. Endi bazen balalarına hatta ancak kusardım sağızı tuttu. Benim iştahımı sağızı etti. O kırdı vurdu vangla. De sen kançını öttedin dedi. Ben öttemedim dedim. Sen kulağın kan çıktı dedi. Ben zahimlerini kötüledim, ben öttemedim. Ben çimni öttürme etsem kulağın kanı koy dedi. Sizi atkanını ben kötüledim. Sen kançını öttedin de dedi. Vangla. Tembey jo de dedi. Çokum dersi demesen olmaydı. Sen demesen olmaydı. O kırdı vurdu, bu kırdı da işte. Hatta tamakin tabi yakıdı mı? Ta ki 6 küçük gündüz istiqlal tuttum. Ama bu putum, bu işki ceynike menin emas. Allah zikir etişinin başka malum yok. Menin o cinim çıktığına okşay dedim. Şunçılık kışındım. Maksat şu beni ıhra kıl. De edip. Nimni gördüm. Muhbirga nimni dedin? Sen muhbirga nimni aşkarladın dedi. Ben muhbirga deginim. Fakat bularni tercümanlık qilib qo'ydim dedim. Emniyet muhbirga nima dedim deganda, bularniki rahimsizligi, bularniki rezilligini, bularning maqsadiki tüpsiz Uyg'urlarniki yilsizni quritadiganligini degan. Ama onun qo'lida degan bo'lmaydi. Axir 6 kunlik qishnigandan keyin shundan sen demesang bu muddat kesilsa, desang bu muddat kesilsa, sen cahilliğinle payısı yok depla. Apırıp kendisi soğuk etti. Ahire devletin parçalığına vurulgan dep 3 yıldan keyin çıktık buna. Hem de mening deydigan gepler bek çıktı hazır. Hem de nim deymiz degende nurg'un geplerim işte deymen degan vaqtida unutib qoladi deb. Lekin men shuni deymanki, bu Xitoy degan Xitoy bizniki bu Turkiya turib, qonga qo'qib qolgan Xitoy emas. Uning mashinchilik tindi titrab qo'ymaydi. Men yana shuni qilaman deymanki, qarindoshlarimga, yana shuni vakil qilamanki, biz birlashib, ittifoqlashib, avval ichimizdagi xoin munofiqlarni yo'qotsak, Ibn Taymiyaning bir so'zi bor. Sizlar 10 pay o'qonliki 9 payni içindeki xainlar yo'qdinglar, 1 pay kupaya Xitoy kafirligi dedi. Kupaya o Xitoyligicha, o nijiz Xitoyliga 1 pay kupaya. Ama içimizdeki munofiq xainlarni yo'qotmoqcha bizning bu ishimiz ilgari basmaydi. Shuningga bizning birdan bir deydigan gapimiz, biz birlashaylik, ittifoqlashaylik. Her jihatdan Xitoy bizningki sho'rlardan chiqmaydi. Bizga shu mujohidlar kerak. Shu mujohidlarningki tümüy kesaklari kerak. İnşallah shundan qo'rqudi bular. Shu bizningki butun Turkistonlik degan Uyg'urlarimizning birlashib, bir-birimizni kichik indirib olsa, kichik gunohlarimiz bo'lsa kechiritib, o'z ara adovatni yo'q qilib hozir biz qanday qilsak Turkistonga kiramiz, qanday qilsak Turkistonning shu o'zimizning ana tuproq vatanimizni olamiz degan bir o'yda fikrlashib, birga kelishimizni orzu qilaman inshaalloh. Mening gapim shu. Qarindoshlarimizga Alloh bizga rozi bo'lsin. Ammo biz shaxsiy adovatni tashlab qo'yib, shaxsiy kichik ziddiyatlarni tashlab qo'yib, birlashaylik hozir. Hozirgi vaqt biz bir-birimizning nimimizni ko'chlaydigan, buni ko'chlaydigan vaqt emas. Şuna hamma qarindoshlarniki Alloh hamimizdan rozi bo'lsin. Mening shaxsan gapim mishak tugsin.